Assalomu alaykum aka-ukalar. Tanjonlar sog'mi, tinchmisizlar? Issiqda video ham qila olmayapmiz. Tom o'tayam issiqda. Millat YouTube yashab olmayapti tomda, o'lmas yaptilarga malades bo'libmiz. Qaraylar mana shu ahvol. Hozircha imkon qiladi. Sizlarga ozgina aylanib syomka qilayotgan joyim. Ikkita chujoylar kelib qolibdi. Canavar tushdi. Bolasi katta bo'lib qoldimikan mana shu oqda? Shu oqimiz ham o'ta kuchli oq, eski oqlarimizdan. Siz haqiqatda chiroyli ekan. Shu ko'rinayotgan bo'lsa, Teddy ham o'zimizda Teddylar bolasi yomon qattiq chiqdi, yaramas. Uchta yoriyapti. Skep pagellarga ko'rsataman. Qani endi kelib qolganlar. Mana bu dum qora. Dum qora ham emas, sezay dum. Anjon yo'talib qolibdi, yaramas. Mazasi qochib qolibdi issiqda. Ana nima kelayotgan-ku? Ha, kelishini qaranglar. Ha, qarang, olib ketib qolmasin, hozir lippa aytadi. Harom qonni o'chagan shekilli. Bu sezaychi ham kelib qoldi. Nihoyatda chiroyli sezaychi ekan shu. Charmonlari ham zo'r ekan. Ma. Sezay haqiqatda chiroyli ekan, to'nlari ham. Ma. Oyog'i ham toza ekan. Masha anjonlar ham kechgacha uchadigan ekan. Kaptarda ancha urintirib yuborishgan ekan. Endi o'ziga kelyapti kaptar. O bizdan bir 2 kilometr ichkarida uchirardik aka. Biz olib ketdik, yaqinimiz olib. Boqayotdi, undan ham akaxon so'rab olib ketishgan ekan, qaramay qo'yishdi kaptar ekan. Endi o'ziga kelib qoldi ancha. Moda haliga yo'talayotgan moda. Moda ham o'ta kuchli, o'zimdek moda u. Uni yaramasam yomon. Yechganimiz yaxshi, baylag'icha tikig'icha uchirilyapti. Teddy. Yaramas ekan bu ham. Yaxshi uchargan kaptar qo'shmas ekan. Yana nima yangilik bor endi? O'zgacha mana yaqinroqqa ketib qoldi. Hadi dum qora bor. Ono. Nah. O'taqadiki ekan Teddy moda chiqadi. O'shanga jup shuvoli jonini qiynayapti, yetib olaman deb. Jonimizdan mana ancha to'lovlar yetib qoldi, Xudoga shukr. Masham bilan mana ular bitta zot. Masha ikkovi bitta zot. Mana o'tgan yilga nar. Moda bir yilga. Qani Teddy o'taligidan yana cho'p degan. Yana nima yangiliklar bor? Issiqda majmualar mashina bo'lib ketib qoladi, bizda illati bo'lib, raso bo'lib ketib qoladi. Suvga ketyapti ekan juvoni. Nasıl uçağı? Bular uchalyaptimi?
Ani tushib qo'ygan ekanda yaxshi. Yaxshi eng zararli bizga yaxshi dumikul chiqsin. Bolasi bolaga ketishyapti suvni ichib. Tuxum qo'ysa uje olib tashlashni boshlaganmiz. Issiqda baribir chiqmaydi uni quruq. Illati bo'lib qolib, boshqa bo'lib qolib. Eplanmaymiz batta. Bolalar to'xtatganmiz. Shu bolasi bolalar endi. Chiqib olsa bo'ldi. Yana bitta teddy bor bitta hozir. Tushmayaptimi Botir aka? Yo'q, uni o'tir. Yaxshi gangamayapti ekan. Necha olish kerak? Qancha yuraversin, kallasini qatirib turgan yechamiz uni. Mana bitta teddycha bor joni. Shu boshida o'tirgan. Bu ham yangilik. Tuxumni olib tashladi, yana biladi. Tuxumga harakat qilyapti, yalaga yo'qyapti. U oqda mazasi qochib qolibdi. U qundada o'tirganda, chekkada o'tirganda, ajoyib qurpayib o'tiribdi. Ma. Nima yo'q, Sezar kelmadi. Sezar, nari yo'q. Shatdami o'zi? Ha, bo'ldi, shatda bo'lsa bo'ldi, kelib oladi. Sochimiz ham yangilik. Chiroyli moda ekan. Nari yo'qolib qolgan. Shu jumoni zararlarda kutyapti, deycha ham illat bo'lib qoldi. Issiqda chata bo'ldi. Oxirgi chiqqan Sezaychami uni? Chiroyli bo'pti. Oxirgi chiqqan juvonlardan o'sha Sezay. Shu sturi chiqdi ancha. Pastlab qoldi. Potrashni boshladi nar. 3. Qiynalib bo'ladi aka ketsa. Qo'ndiradi shekilli, qo'nadi shekilli. Ipladi, qo'ndirdi. Qasana bo'lasiz, juvoni. Paydo qoldi. Biz shu mashina ham kelib qolibdi. Boshqa juvoni. Ichkaridan emasmi? Mana bu bilan tenglikda. Yashin tovog'imikan? Yashin tovog'iga o'xshayapti. Buning uchida sal qorasi bor. Ha, mashinaniki, mashin tovog'i. Ular olasizmi? Tushyapti-ku, kattalar. Qora qulashini. Yetib olaman deb o'ylayapti. Qani bosishini qani yaramasdi. Bitta ko'tarlik kelsa dumi qora bilan tili galishdi yeb qolyapti. Mana o'ngga o'tirib qoldi. Ha, o'ngga mashina. Pokistonlarimiz ham yaxshi uchadigan chiqdi yaramaslar. Ota-onasi qani, ota-onasi yo'q ekan ko'rsatayotsa. Mana shu tovog'i mana. Omizdan chiqadi bitta olib qaysi u? Aka-ukalar jonlaring sog' bo'lsin, tinch bo'linglar. Ikkita yangilik bo'lib qoladi, sotiladigan yaxshi narsalar bor, bir jup.
sotaman deb shuna deyapti. O'zi bo'lib qolsa qo'yaman-chi, e'tiborli bo'lib tursalaring. Bir jip yaxshi rezultatli narsa bu. Shuni qo'yaman, bir ko'rasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.